Ukam, am zo'rini men senga qilib beraman. Ukam, tushunmayapsanmi? Zo'rini. Aka, kayfingiz bormi? Ukam, men bunaqa ishlarni ko'ryapsam, men bunaqa ishlarni kayber tashiydi-bu. Aka. Endi bitta uyni o'zingiz obzor qilib bermaysizmi? Albatta, ukam, ke. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Kech payt ishdan keyin suvlarni sepib qo'yib, atmosferada mazza qilib o'tirgili kelyaptimi? Biz shu variantni sizlarga qilib beramiz. Ko'ryapsizlar, qo'lida obyektimizni, o'sha kafillarni ham bitirdik. Mana kafillarning qiralarini ko'ryapsizlarmi? Nima deyapti? Faskalari. Angola bilekdan qilib berdik, Angola bilekdan. Mana graduslarni qaranglar, radiuslarini. Nima deyapti? Qo'lni kesadi-yu bu. Fon hamma yo'llari Angoladan bo'lgan. Hech qayerda bu yerda Angola Sirdaryo urmaganmiz, Xitoydan urganmiz. Uy egasi bizga mana buni arzonlashtiraylik, bu arzonlashib ko'ramiz, kami dedi. Bizga misol uchun $10 emas, $5 qo'shib italanishga olib keltirganmiz. Ko'ryapsizlarmi oqini? Bitta like bosib, kommentga fikringizni qoldirib ketinglar.